Voqea surasida Alloh taolo aytadi. السابقون السابقون. Alloh bir-birlari bilan musobaqa qiladiganlarni maqtayapti. Sibaq musobaqalashish degani. Alloh bir-birlari bilan yaxshilikda musobaqalashadiganlarni maqtayapti. Dunyo matolariga musobaqalashishni emas. Yo'q. Va peshqadamlar deydi Alloh. Boshqalardan o'zib ketganlar. Nimada? Yaxshi amallarda. Bir-birlari bilan jannatga musobaqalashish, jannatning oliy darajalariga musobaqalashish. Yo'q, musulmon inson menga jannatda oddiygina bir joy ham bo'laveradi demaydi. Mo'min odam hammadan o'zib ketib Firdavsul a'la jannatiga kirishni xohlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: منوا واسألوا الفردوس الأعلى. Allohdan jannatni so'rasangiz, undan eng baland darajasini, bu esa Firdavs jannatidan so'ranglar. Chunki bu mo'min insonning sifatlaridan. Mo'minlar bu peshqadamlar. Ular har doim bir-birlaridan yaxshilikda o'zib ketmoqchi bo'ladilar. For goodness.